Assalomu alaykum. Artov va Ro'shn narkomanlari. Yaxshimisizlar? Xo'sh. Turnirdan bitta obzor ko'ramiz. Black Star Fathiddin aka o'yinchimiz tomonidan bitta so'roq bo'libdi dedilar. O'zim ham ko'rmabman hali, endi ko'ramiz. Xo'sh. Mana geroylar deyarli 23 ga keroylisi full ekan. Sera ham shunaqa. Solaris 22 ham bo'lsa kerak, 21 mi endi bilmadim. Смотритель, Psion, endi Atlantis foydalanmagan bo'lsalar ham kerak. Tagi unitlar. Unit Zeus, u paytlar oddiy edimi? Standartga. Typhoon, Grad, Sheet, Vertex. Vertex full use voice. Xo'sh. Account ko'rsatamiz 289 tomga. Unaqa kuchli account ham emas. Xo'sh, Stalkerga protiv o'yin bo'libdi. 24 rank, 90% win rate'lik medalist o'yinchi, Krilleda ishtaman. Top 2 bor ekan. Xo'sh, kelinglar ko'ramiz o'yinni birgalikda. Между двух огней. Bu meni eng yoqtirgan turnirlarimdan biri, sababi medali BMWga o'xshaydi. Endi BMW mashinasi ham yoqadi-ku, shuning uchun shundan o'xshaydi o'zimning akkauntlarimga top birdan. Vaqt ham bo'lmadi, sharoit ham bo'lmadi. Xullas, ketdik qani. Taktikani ko'rishingiz mumkin. Zavod shturm va shtab ko'tarildi. Premium yo'q ekan, bo'lmasa ochib ko'rsatardim. Shunisi yaxshiroq. Video baland mana shu chiqadi. Nima deydi? Kачествоsi baland endi ruschada. Xo'sh, zavod space, bu yer aviazavod. Xo'sh, server chiqdi. O'rtada уже dekabraz yangisimi deyman. Уже qo'shilgan payt ekan bu modifikatsiya. Xo'sh. Katta resursga jang ekan. Muhimdek. Xo'sh. Bu yerda katta resurs olindi. Endi zavodlarga qarasalar kerak. 2 dana Vertex, 3 ga ketdi, bunisi 2 ga. Xo'sh, yana nima? Aviazavod. Serafim. Xo'sh, menimcha, menga aytganlari bo'yicha 2 tomondan hujum qilaman degandilar. Xuddi Sopraqani 2 ta hamilonda ataka qiladi, 2 ta otryadda. Xuddi o'shani bu kishi bitta avia va hamma zengadan degandilar, adashmasam. Xo'sh. Bu yerga o'tib olar ekan Serafim. Восстановление booster, aviasi yo'q, shunisi yomon uni. Yana bu yerdan Solaris chiqyapti. Asosiy baza demak bu yer. Bu bazaga ataka qilyapman. Xo'sh, bu yerda nimalar kutib o'tiribdi? Deyarli hech nima yo'q. Bu yerda hamilon o'zi 2 ta bor ekan. O'sa Salamander ham bor ekan. Ulardan bilsa bo'ladi uni. Leviathan ham bor ekan. Mana Serafim bu yerda endi atakaga ketadi menimcha. 4 ta Vertex bu qaytalar. O'zi otryad bu yerda-ku, endi bu yerdan birorta zavod bussalar ham bo'ladi-da, ulguradilar demoqchiman. Taktika zo'r ekan. Yaxshi, menga yoqdi. Xo'sh, bu yerdan ham avia bor. Shunisi yaxshi. Hamilon zavod eng asosiy zavodlardan. Menimcha Vertex mana bu chet bilan kelishi kerak. Qani? Kelmayapti-ku Vertex. O'zi epladi. Zavod shturm olsa bo'ladi. Bu yerdan qani avia.
Mana. Bu ham va nihoyat kirich etibdi. Xo'sh. Minus. Bu bir HP yon hech nima bo'lmaydi. Generatorga qaraylar. Joyda urib ham ketadilar kirchekni. Xo'sh, yana katta resurs Black Star Fatxo'dan aka tomoniga. Xo'sh, bitta Serafim minus bo'ldi va bitta Vertex. Bu ikkita zavod. Uni o'rniga yomon emas. Ancha rivojlanishdan orqada qoladi. Xullas, razvedkaga pexota kelyapti. Jaguar ko'rindi. Xameleonni endi hujumni boshlasa kerak. Bu yerdan Serafim zakaz berilmadi-ku. Xo'sh, olsa keldi. Menimcha Vertex ham ishlatsalar kerak yoki yo'q. Oy. Olsa kislota ham qo'shilganmi? Kislota ham qo'shilgan ekan. Mana endi Vertex hujumni boshladi. Aviakontrollariga gap yo'q. Har doimgidek Salamander ko'rinib qoldi. Xameleon ikkita bir joyga deyarli kattaroq qilish kerak otryadni va har tomondan urish kerak. Buni xatosi shunaqa. Va kricheklar ham qo'shildi bu yerga. Bitta shit minus. Xo'sh, qaytdi. Menimcha Unicorn ham kam qoldi. 100 ga o'ygan. Fatxo'nagida xo'sh 5 ta Vertex, Joni kam ekan ba'zilarini. Solarisda ham kam qolibdi. Vastanavleni busni joyi ekan. Xo'sh, yana hujum. Bu menimcha Krichetni chaqirish uchun hiyla bo'lsa kerak. Zavod minus bo'ldi, lekin gap yo'q. Hali Serafim kemasdan turib. Xo'sh, yana nima? Aerodrom. Bu yerdan ham ataka boshlanyapti. Tepadan bu yerda Jaguarlar bo'lsa agar, xuddi aytganimdek bo'ldi, lekin orqaga chekinmaslik kerak. Ana bu yerda quti bo'lsa, to'p yerga kelguncha ham levik udar bersa, juda zo'r ketadi. Nima uchun bu yerda Jaguarlar? Xato o'ynagan Sopra. Bunday shitsiz qoldi menimcha. Qaytyaptilar endi. Bu yerda endi Serafim hujumi boshlansa kerak. Xo'sh. Mana. Krichet ko'rib qoldi. Xo'sh. Vertexda nimaga tushmayapti Vertexda? Xameleon zavod bu yerda endi. Menimcha urib olsalar kerak, yana bilmadim. Ataka aviatsiya. Qani ataka aviatsiya? Gap yo'q. Klass. Vertex qirilganiga yarasha ish bo'ldi-da. Xameleonsiz Sopra degani u bo'ldi. Jaguarlar qirilib ketadi. 4 dona Vertex hozircha, yomon emas. Boshidan Qayerdan kelib qoldi? Ko'rmay qolibman. Full 4 ga bo'ldi. Смотритель eshitdimmi? Tak, 4 sheet.
4, 6, 7, 8 ta telefon ekan. Воздух. Zo'r. Avia нормальный tuyuldi kirishitlar. Ham Tayfun ham Vertex tomidor bo'lib. Resurs ikkitasini olibdi lekin. Uchinchisiga ulgurmadi o'zi. Xo'sh. Смотритель o'z ishini boshlayapti endi. Salamander. Хамелеон, oy, aytdim-mi? Хамелеoni kichik ekan-da buni. Хамелеonni yangisiga qo'yib olibdi. Lekin joni qattiqroq, shunisi yaxshi. Bu hozir shu paytda смотритель qo'shilganda edi. Все aktiv. Aha. Joy zo'r nормальный olgan. 3-4 ta bo'lsa. Смотритель o'ldimi deyman, shunaqa ekan. Menimcha yo'q, bu o'rtagani bu yerlarga chekingan. Aytganimdek 4 ta sheet. Menimcha endi kam qoldi Stalker'ni. Chunki zavodlar yo'qotdi orada. Bu yerda Vertex ham bor. Salamander ham o'zi sharafasi. Bitta joyga turibdi-da, o'rg'ini bir-biriga tegaveradi. Har tomonga qo'yish kerak dekabrazni. Vertex qo'shiladigan joy. Vaqtiga keldi Vertex ham. Voy. Atak aviatsiya. Atak aviatsiya. Agar ana shu yerda zavod ana shu Geroy zavod ketsa bo'ldi. Yeydi 100%. O'zi Salamander ham qolmadi. Bu yerdan zakaz pishmanga o'zi. Xo'sh. Solarisda mazli tarish o'zbekchasiga. Zavod joni bilmadim, meni nazarimdan tez ketyapti. Levin chiqarishga uspet qildi, gap yo'q. Davay endi shuncha minusga yarasha urish kerak. Gap yo'q. Voy. Zo'r. Vertex qolmadi lekin Levik o'ldi asosiysi. O'sha zavod yo'q, bu GG. Aytganimdek. Xo'sh, o'yin sizlarga qanday? Fikrlarni kutib qolaman kommentariyada. Endi shuncha akkauntga kirib, sizlar uchun o'zbeklardan ham sal kuchsiz akkauntlarda yaxshi o'yin ko'rsatilgan. 24 ranka protiv Solaris deyarli 22 kachda 23 ga full mask ko'rib turganlaringdek.